Inson miyasi butun boshli koinot desam ishonasizmi? Inson miyasida neyron nomli hujayralar mavjud va bu hujayralar bir-biri bilan ma'lumot almashinish vazifasini bajaradi. Bunaqa neyron atrofidagi 10 mingta neyron bilan ma'lumot almashish orqali sizni fikrlashingizni ta'minlab berishi mumkin. Eng qizig'i bunday neyronlardan bizning miyamizda 100 milliardtadan ko'p. Ya'ni tasavvur qilyapsizlar, sizning boshingiz ichida 100 milliardta kompyuter bor. Neyron qanchalik kichkinaligini tasavvur qilish uchun va 100 milliard qanchalik katta sonligini tasavvur qilish uchun ignani uchiga 20 mingta neyron sig'adi. Tasavvur qilyapsiz, agar siz miyani ochib turib ustiga igna bilan bosadigan bo'lsangiz, uchida 20 mingtadan ko'p neyronlar bo'ladi. Savol tug'ilishi mumkin shu joyda, nima uchun biz shu darajada ahmoqmiz? Nima uchun diqqatimiz chatoq, kitob o'qib eslab qola olmaymiz? Nima uchun biz xotiramiz yomon? Shu darajada miyamizda katta ma'lumot sig'ishi mumkin bo'lsa. Gap juda oddiy, ong boshqa, miya boshqa. Sizni ongingiz kitob o'qiydi. Sizni ongingiz diqqat bilan shug'ullanadi. Sizni ongingiz sizni xotirangizga narsani joylaydi. Miyani o'zi emas. Shuni hisobiga ong ancha kuchsiz va uni kuchaytirish uchun ko'p mashq qilish kerak. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring. Paka.